Ne oldu taka berdi? Ayollar ham keldi mağazada. 56 56. Ben bir 56. Ha, 01 var. Ya qancha oldu şunu taqsir? 76 ming. Torpağı yerga ekan. 76 ming. Qancha oldu qo'y? 16 jarım. 16 jarım. Ya buqa qancha oldu buqa? 103 ming. Qanchadan bo'ldi torpaqlar? Taqsir qancha oldu? 47 ming so'm. Buqacha. Ya bo'zuy qancha oldu bo'zuy? Ya saruy qancha oldu saruy? 70 ming bu. 70 ming. Bo'z ekan-a? Bo'z. Berib qo'ysangiz-da, berib qo'ysangiz katta malol uyat demay. Berib o'qitib ekizdim. Tak, mana yerda o'g'iz. Ya o'g'iz qancha oldi aka o'g'iz? 62 ming. 62 ming. Taqsir qancha oldi? 62 ming. Tak, mana yerda to'g'onlar. Gel buraya. Hey, kapıda saldın. Ya qancha oldi aka? 59 bo'ldi. Torpa urg'achi. Qanchasi torpa? Bir bosib. Ha. 59 ming to'g'onlar. Torpa bergan ekan. Yok dedi men düştüm. Ya qancha oldi aka? Qancha so'radi? Qancha verdingiz aka shuga? 80 82 ming. Torpa urg'achi ekan, ha? Erkek. Erkek torpa. Erkek. 4-5 tug'an o'xshaydi. Sütü dağı bir 5-6 litre berib qolarkan primera tug'anlar. Yaxshi. Sodangizlar bersin. O'ta kuchli ekan tug'anlar. Ya qancha deysiz buni aka? Yoqqanmi? Urg'achkana torpaga. Qancha deysan buni? 150. Sütü qancha sütü? 10 litre verse kerak. 125 qil deb bermayapti. Qancha qildi? 125 ming. Bangus bu jam bu. Alato. Yaxshilab Kuchli ekan bu. Ikkinchi olasiz. Ikkinchi olasiz ekan. Yaxshi biroq. Ya qanchada o'tasiz buni? Satıldı mı? Qanchaga satıldı? 100 kam. Qancha? 180 kam. 2 kam. 180 kam, 180 kam. 180'den 2 kam. Qancha biri o'zi? Ekovi. 180 mingga to'g'onlar 2 ming kamga sotilyapti. Torpa urg'och ekan, ha? Erkak torpa. Sütü qancha sütü? 12 litre. Tak, bunaqa. 12 litre. Qaysi ko'y sotildi? Narxi ko'pi. Ha, ketdi naraqa. Bol torpa. Başara ya tort aldım bir başarasını tort. Torpamdan beri. Ya qanchada o'tasizlar buni? Buni Tortgandan beri sen reklamaga chiqib yaxshi sotyapsan. Aytgan pulingga sotyapsan. Qanchaga so'radi bozor? O'tib bermayapsan. 82 so'radi. Buni reklama qil. Onaga sütü. Sütü dağı qancha dedi? Sütü? 12 litre. 12 litre. Onaga. Şu çoğun uydu tartan işte onları. Öte çoğun uydu. Ya bu boğuz be eken. Boz. Ha? Qanday parada bu? Pişik. Pişek mi? Qanchada o'tasizlar? 200. 200. Жақын boğuz eken ha? Bir ay tuttu. Ha, çoğun eken öte. Bishkek parada to'g'ri. Gigant.
Dünya kelime aslında etmegi. Ve qancha ekan bosi? 120 ming ha. Torpog'i qanday? To'g'ri. Torpog' urg'achi. Molda 10 ta sut bor. 10 litr beryapsizlar. Qolganni rahmat to'g'radi egasi. Oho, evet. Qo'yib ekan ha biroq ha. Satdim, Xudo xolasini. Qaymog'i qancha chiqdi? Qaymog'i bir chiniga oladi, katta chinida. Oho, mana. Jash uygan ha, qanchasi torpog'i? Uchinchisi. Torpog' erkakmi? Urg'achi. Urg'achi. Telefon Onani qo'yishdi. Onaniki Ha, mana. Bu qancha otasiz? 140 ming. 140 ming. Bunisi erkakmi torpog'i? To'rpoq erkak. Bunisi erkak ekan. Suti qanchami? Suti 12 litr suti bor. 12 litr. Hem sizlarga qarashlar. Erkak torpog'. Telefon aytib qo'yingchi. 0705 ming. Aha. 40 40 91 91. Noqatda bo'lsa? Noqatda. Noqatda. Sentrdan eloq. Qanchadan berib edingiz ham shular? Bosini ham aytib qo'yingchi. 110 ming qildim ular. Non 110 ming. Nonchi. Narigini 100. Bu qancha qildi? 120 ming. 120 ming. Oho. Ha, oldingizlarmi? 20 ming yo'q. Ha, foydasini berasizlar-da ham to'g'anlar bularga. Chalib silishasizlar. Ha, yaxshi savdongiz bersin ha. Bularga. Tak. Montoros ham. Qancha oldi buqa? Qancha oldi aka? 75.500 so'm. 75.500 so'm. Mana doqsizlar bor ekan mana yerda. Ya qancha deysizlar bu uyda? 120 ming. Ya sütü qancha emi? 3 kun bo'ldi tug'ganiga, torpoq erkak ekan-a? Erkak torpoq. 120 ming so'm. Sizniki qancha taqsir? 140 ming. Torpoq urg'ach ekan-a? Sütü shunday ekan. Orqamda turadi. Tamam. Hizmatiga deb. Hizmatiga yo'q bozorda aka. Sura o'rayotlar kim doqilida. Balki bizga o'raydi. Qancha so'radingiz? Ben sırasam vuruştu. Qancha so'radingizda? 70 ming. Torpoq urg'ach ekan. 95 ga berib etdi ular. Shulaydi. 95 ga. 95 ga. Oho, bunaqa. Gigant uy ekanda. Ya qanchada otasiz shuni? Bas. Ya Saruy qancha ekan bo'lsa? 100 ming ba. O'zi va. Sog'mi, qisirmi? Suti bor ekan. Qanchaga so'radi ham buni? Qisirdi. 75 mingga so'rayapti ular. No'yli bilaylik, no'y. Bo'g'ozida tayyorlar. Xarovatda beraveradi. Ya ushul qanchada otasizlar aka? Aka. Ya qancha deysizlar? Bilmayman. Kimdan ekan bular? Men biladi. Ko'rgan jani. Esi ko'rgan, esi yo'q ekan ular. Ya qanchada otasizlar uyda? 80 ming. Jon ochma ekan ha? Jon ochma, torpoq erkak. Torpoq erkak ekan. Tak. Ya buna satıldı akalar. Ha? Qancha ketdi shu? 103 mingga. Torpoq urg'ach ekan, ha? Jon ochmoqchi-da? Jon ochma. 103 mingga biroq yaxshi uy ekanda. Shved parada o'xshaydi. Qaysiga berib o'tasizlar? 107 ming berdi. 107 ming. Qach? Torpoq urg'ach ekan-a? Urg'ach. Suti ko'p ekan-a? Qancha ekan? Qaynab qoladi. Chelakni qo'yasan, beton to'ladi. Ha, nimaga to'g'ri. 10 litr suti bor ekan.
Жақсы. Бүгін негедер аялдар көп келіпті базарға. Не oldu da ki aялдар yaman көп келіпті базарға. Kimlerge bakı 100 bin alışkan şoları uyal şiddetle. 100 mindən berdi mi mamleket ha? Şoğa uyu alışlar. Uyu aperi da ozunda ha mamleket ha? Qancha uyga uy aperi da, mal aperi da. Oşunda. Sesine çek belki. Yo'q, aytib qo'ysangiz bilganingizda. Yok. Bir ayıldanmı? Har ayıldan bo'ldi o. Her ayda. Har ayılda. Birmenda qancha kishidan? Belki geldi. 100 ming so'mdan oldi degandingiz, mana. Yaxshi. To'g'ri. O'shaning uchun uylar tez-tez sotilyapti-da. To'g'ri, bunaqa. Mamlakat demak, mal olib beryapti to'g'rilar, har bir ayildan. Ne kılasın? 100 ming so'mdan beryapti. Qaysi bog' oldi aka? Novi. Yok bu. Qancha oldi bosini aytsangiz? 67 ming da. Ayollar nega jur'at? Bildingizmi aka ayollar? Ayollar mı? He. Bular emali yerine işemegenler de bunlar. Ha? İnşallah. Erkek de işemeye gözler gelir. Torpoq erkek ekan ha? Urgaç tarafı. Urg'achi. Ha kız. Qiz ekan. Jo'nashma ekan ha? Bo'ldim. O'ta ko'p sotildi bugun negizi. Qaysi bo'ldi aka? Mani ham qo'sha tortib qo'yishdi. Sotildi, jo. Tartib bermeyin akam. Tanuvchisi, sen nega? Ey, to'da jonli tart. Qanchaga sotildi shu? 107. Boqmaladagi. Torpoq erkek ekan, cho'ng ekan biroq. Yaxshi. Bo'ldi. Shunga suti qaynaydi to'g'onlari. Aka. Saynaga. Juda kuchli uygan biroq. Shekadan sotiladi bugun ha? Shekadan sotiladi. Mana qarangizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Bugun qaysi eliga? Yani 52'ye vermeydi Boğaz'ga. İkinci tur. Ikkinchi tur. Torpoq erkak ekan ha? Topu bölük. Bo'lakmi? Özü de 52'ye verdi. Bugun uylar yomon sotilyapti ha, chekadan ha. Bunday savdo bo'lgan daxiladan. Yetti uylar. 100 mingga sotildi. 100 mingden paso verip atmayı mı? Oşalar nasıl tutatdı? Mamlakat berdi, jardam qatori o'shanda. Orduna 100 mingden alatken şu oydu. Albaydı kendine. Şu nasıl girip paso verip. Bir beradi ekanda o'shanda pasajda. Şu an жақшықтыр әмді, ha? Şu an mal yaman öttü de bu. Ben tatmalar. Жоқ, tatma. Bak et oğlanlar. Macerada soda oldu. Qancha oldu bası? 65 bin özü. Özü mü? Boğaz ekan ha? 4-5'te tuğan ekan oğlanlar. Boğaz, 4 aylık boğaz ekan. Pay, bugün yaman. Так, qaysi mына жақтан боз үйлер татабыз mana боз үйлер. Boz qancha boz? Boz deyim maka. Arqımda oldu da bal oldu hazır. Qaysinisi bo'ldi? Bal oldu. Qanchaga chiqdi? 70 ga olib qoldik o'xshaydi. 70 ga. Narx qanchada o'tasan narxini? Narxim 100 kam vardı o'tasiz. Nuluchi? Nuludelar shundaylar. 100 ming. Jaqin bo'z ekan bular? Jaqin bo'z. Do'stova. Qanchada o'tasizmi qorani? 100 ming da o'tadi. 100 ming bo'z ekan ha?
Kısır. Bu kaçı olasın benden ekan. Qaysiga taqsın? Qaysi? Naqalı? Erkekçe oylagan yoksun biz. Kaç burcu? Ya boğaz be. Kısır be. Kaç verdin? Ayak tartıp direkt sattım ben mal satar ben. Vay. Satın ne sıra be? Ayak tartıp ayakalı bet mi koşup ayakalı. Aka ne 100 puan? Nasılsın be? Qanchaga taqsir? 60 mı? Ha 69 mu? Mal satmayın. Satın aka. 69 mingga to'g'ri. Ha, bo'z. Ya bo'z ja qisir bu. Qisir. Qancha bo'si? 75 ming so'm. Qisir. Ya, qancha ekan bu bo'si? Yomon cho'ng bu ha? Maşallah. 150 ga oldingizmi? Sotiladi. Bozor bog' bo'ldi? 112. 112 ming so'm ber. Sotildi-ku qancha ekan bo'si? Ha. Oldi o'zi sotdi. Sattı şunlar. Ya qancha bo'ldi sotdingizlar shuni? Kanalda şunu takmadım. Mesela veretlik. Nada pazar adamsın bir dakika geç. Ya. Qanchaga bo'ldi aka? Bilmeymi? 66 mingga. Savdosi qizyapti deb turganlar. Nega to'g'onlar sizlar men Do'stova YouTube kanali bo'ldi. O'cha qolishda. Video yoqsa like, kommentariy qoldirib qo'yinglar, so'zsiz. Aman bir-birdan podpisatsiya knopkasini bosmaganlar bosib qo'yinglar.